Davay video qil, ana bo'ldi. Endi men ham boy bo'laman. Hammalar do'stlar, Maratum Kampodi yangi jimga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana qaranglar, qanaqa men boylik topib oldim. Shuncha olmosni topib oldim, hammasini shahridan topib oldim. Qanaqa boylik topib oldim. Men hozir qanaqa olmoslar topib oldim. Ichida mumkin kam desanglar, hali ichkarisida to'g'risi hamma yoq olmoslar bilan to'lib yotibdi. Endi men ham boy bo'lib, 2 oy orzu qilgan narsamni qo'shimdan sotib olaman. Lekin bitta muammo bor. Mani kirkam sinib qoldi do'stlar va mani kirkam olmaz emas. Endi hozir boshqa qishloqqa chiqib kirkas crafts qilishim kerak. Qishloqqa chiqish uchun qancha vaqt ketqizaman bilmadim, lekin bu yoqqa tushish uchun men 3 soat ketqizdim. Juda ham ko'p qazidim do'stlar. O'shaning uchun mayli hamma olmosni olib kelishim kerak. Hozir sizlarga ko'rsaman qanaqa ichkarida. Xullas, vobshe ichkarigacha olmoslar to'lib yotibdi do'stlar. Qanaqa olib ketaman, qanaqa qilish shunchasini qachiman qancha bo'ladi bilmadim, lekin men hozir qishloqqa borib olmosning kirkali crafts qilmoqchiman. 3 tami 4 tam bilmadim do'stlar, lekin hammasini olib ketishim kerak. Hech kim olib ketmasa bu olmoslarni mayli hech kim olib ketmasa kerak. Juda ham ichkarida oxir, lekin men qo'rqaman deyman do'stlar. Kim ham olib ketardi va ichkarida yo'q. Hozir qishloqqa borib kelib, ana bo'ldi. 4 ta olmosning kirkas crafts qilib olib kelman. Bu yoqqa yarim soat vaqtim ketdi do'stlar. 30 daqiqa vaqtim ketdi. Bitta temir ham topolmadim deb bu shaharda shuncha olmoslar topish vobshe edi. Minecraft qanaqa g'alati ishlaydi, logikasi mayli do'stlar. Qanaqa qilib shuncha olmoslarni olib ketaman bilmadim, lekin 2 oy orzu qilgan qishloqdan narsani sotib olmoqchiman. Va bu namich qimmat desanglar, o'zingizlar videoni oxirida ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab o'tkazmasdan videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Davay hamma olmoslarni olishim kerak endi. Bittasini ham qoldirayman. Shuncha olmosni bitta narsa ishlataman shu olmoslarni. Hali ko'rasizlar, shunaqa zo'r narsa. Qanaqa shuncha olmoslar olaman, lekin tushunmayapman do'stlar. Qanaqa bu yoqqa olib ketaman, olib ketishim mumkin emas. Vobshe ko'p olmoslar bu. Temir yo'l qilamanmi? Temir yo'l qilishga mana temirim yo'q axir. Nimadir o'ylab topaman balkim do'stlar, lekin nima o'ylab topaman? Yarim soat vaqtim ketdi shu yoqqa tushib, yana chiqish uchun 1 soat vaqtim ketar ekan. Minimum 7 marta borib kelishim kerak qishloqqa shuncha olmoslarni qo'llash uchun. O'shaning uchun men hozir bitta narsa o'ylab topdim-da, ishlaydimi, ishlamaydimi bilmayman, lekin hozir bitta narsa qilmoqchiman. Doskadan verstak qilaman, verstakdan hozir taxtali mashina qilmoqchiman. Xullas do'stlar, shu hamma olmoslarni qo'yaman-da. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xullas do'stlar, taxtiram mashina qo'ymoqchiman, bilmadim ishlaydimi yo'qmi, ko'tara oladimi shuncha olmosni nima qilib ko'rish kerak do'stlar. Birinchi bo'lib men cho'pla craft chiqaraman, cho'pladan hozir ballon qilaman. Albatta bitta ballonga qaqqa ham bo'lardim, o'shaning uchun 2 ta qilishim kerak. Mana bo'ldi, 2 ta ballon qildim. Endi mashinani o'zini qilishim kerak. Qanaqa qilardi esimdan chiqib qoldi. Shunaqami? Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Men qaranglar, mana mana shu yoqqa olmos qo'ymoqchiman. Bilmadim bu yoqqa olmos sig'adimi, o'zim ham o'tirsam bo'ladi, o'zim o'tirib ketsam bo'ladi. Yurg'iz olaymanmi shuncha olmos bilan sig'adim o'zim. Chunki qanaqadir kichkina yo'qshiyot, qanaqadir olib chiqishim kerak bu yoqqa bilmadim, lekin do'stlar, birinchi borib olmos olib hammasini keyin gaplashamiz. Chunki bunaqa olmos olish juda ham qiyin bo'ladi. Mana qaranglar, olmos ko'pligini mayli do'stlar, kichkina yo'qshiyotdi-yu, mayli farqi yo'q do'stlar. Hozir olmoslardan endi men olmosni blok qo'ymoqchiman, chunki o'shanda kamroq bo'ladi do'stlar, olmosni bloklar axir. Mana qaranglar, shuncha olmoslar qo'ydim, yana qilib qo'ysam ekan, bo'ldi joy qolmadimi deyman-da. Shuncha qaranglar, hali shuncha olmoslar bor. Chuqur etdim do'stlar, videoni boshida shuncha chuqur deb, men mashina ko'tarmayapti do'stlar, tushib ketaganga o'xshaydi. Shuncha olmoslar oldim, hammasini olmosni blok qo'ymoqchiman. Hali shuncha olmos qolib ketdi. Hammasini olaman do'stlar, hammasini olaman. Yaxshi fikr chiqdi. Hamma olmoslarni mamlaqa olmosni blok qilish, chunki 9 ta olmosni stakdan bitta olmosni blok chiqadi. Yaxshi, men taxtali mashina tushib ketmayapti, yaxshi ko'tarib turibdi. Qanaqa qilib endi buni olib boraman bilmadim. Do'stlar, qiyin-da, mayli, hamma olmoslarni birinchi bo'lib olayim.
Do'stlar, bekordan bekor aytishmidi, boy bo'lish, pul topish qiyin deb shuncha qiyinchilik bilan hamma almazlarni topib oldim. Bitta donasi ham qolmadi. Bo'ldi, endi o'ylashim kerak. Qanaqa qilib shuncha olmasni o'zimning qishlog'imga olib boraman? Buni yurg'izsa bo'ladimi hali yo'qmi? Inventarimda hali qancha almasni blok qolib ketdi, qancha stack. Nomali. Endi buni qanaqa yurg'izaman bilmadim. Hali teglarda tiqilib yotibdi. Buni o'shaning uchun yurg'izish buni qiyin. Davay, endi qishlog'imga olib chiqsam bo'ldi. Yaxshi, bitta podxodda qildim hammasini. Davay, endi yurg'ish kerak. Davay, yur. Ne yurmayapti? Bu nima qiyin? Davay, qimirlayaptim yoki yo'qmi bilmayapman даже. Davay, bu yoqqa. Yursam yurmayapsanmi? Tushunmayapman. Qanaqa qilib endi seni olib chiqaman? Balkim inventarimga sig'dirarman. Qanchasi chunki inventarimda xalatingiz joy bor. Davay, sekin. O, do'stlar, yuryapti. Davay, endi olib chiqaman. Qancha soat olib chiqaman bilmayman. Do'stlar, qishloqqa ham yetib oldim. Mana buni qaranglar. 1 soatim ketdimi bilmadim, lekin juda ham ko'p bo'ldi. O'sha keyin yurg'izgandan keyin omson bo'lib ketdi yurish. Mana bo'ldi. Endi hammasini olib chiqdim. Endi siyoh rangli qishloqni uyga olib borishim kerak. Chunki siyoh rangli qishloqqa obmenchik ochgan. Bu unga shuncha almaz bersam, u menga hisoblab pullarni beradi. Pullaga zo'r narsa sotib olaman. Hali 2 oy orzu qilgan qo'shnimdan narsa sotib olaman. Yalinib yurardim. Men sotmamanga sotganda pul to'laman. Siyoh rangli qishloqqa boraman. Obmenchik ochgan. Hozir bu almazlarni endi menga pul qilib beradi. Oxirgi kuchlarimni olib borishim kerak endi. Buni davay iltimosgina oxiri bo'ladi buni olib chiqish. Davay, ketdi, davay. Bo'ldi, siyoh rangli qishloqning uyiga ham yetib keldim. Men buni qalay tushib ketmasa bo'ldi, dumalab. Siyoh rangli qishloqqa salom. Salom kapot. Senda obmenchik ishlayaptimi? Ha, kapot, ishlayapti. Nima men qo'rqsan? Ha, mana almazli bloklarni. Ha, nima senda qancha bor? Stackmi, 2 tami? Qanaqa stack? 2 ta, bitta chiqing ko'rasan. No, mayli kapot, ketdi, qatta mashtami? Kapot, chiqib, qatta topding. Qishloq rangli qishloqqa solmasan ham bo'ladi. Xullas buni shaxtadan oldim. Voy, kapot, qara hisoblayman. Mayli hisoblab senga hozir pul qilib beraman bo'ladi hammasini. Inventarimda ham hali ozgincha bor yana. Bo'ldi, bo'lmasa sen pul qilib beravergin, men kutib turaman seni. Qara kapot, senga hammasini pul qilib berdim. Bo'ldi, bitta ham olmas qolmadi sendan. Butun inventarim to'lib ketdi. Rostdan ham cheleshkada ham bitta olmas qolgani yo'q mashinada. Bo'ldi, rahmat senga shoh rangli qishloqqa yaxshi qilding, hammasi ishimni osonlashtirding. Bo'ldi kapot, senga rahmat, shuncha olmasni olib kelibsan, yaxshi ham qilding. Bo'ldi, men mashinani o'zingga qoldirsang ham bo'ladi qishloqqa. Senga rahmat. Bo'ldi do'stlar, men buni qaranglar. Men hammasini pul qilib oldim. Endi qo'shnimni oldiga borsam bo'ladi. Shuncha pul chiqdi. Almazlar ham juda ham ko'p edi. Endi bilsanglar bo'ladi, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Hali mashinaning ichida qancha edi? Qani kiyim olishga qaror qildim. Men buni qarang do'stlar, sizlarga aytmasdan kiyim olishga qaror qildim. Xullas 3,5 ta stack pulim ketdi-yu, lekin endi men almazni tillali Tolstovga kiyib olganman kiyim. Yachilarim shunaqa krutoy. Xullas krutoy bo'lib qoldim. Sekin do'stlar, men kompot krutoyman endi. Bo'ldi, amnaqa tsepочка ham taqim choyam oldim, imomnaqa achki bo'ldi. Endi borsam bo'ladi. Juda ham zo'r joyga boramiz. Hozir bitta zo'r narsa sotib olmanda. Hozir qo'shnim sotib olmagan bo'lsa bo'ldi, yoki nimadir bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi, uyda bo'lsin-da. Qo'shnim, uydamisan? Uydamisan qo'shnim? Mayli kirib kelaveramiz-da. Uyda ekan, jigarim qishloqqa salom. Kapot, nima qilyapsan? Salom, yaxshimisan kapot? Ha, yaxshiman qishloqqa. Bitta narsa so'rashga keldim-da. Xullas, menda pul juda ham ko'payib ketdi. Ana narsani sotganing yo'qmi? Ha, 2 oy oldin so'ragan narsani yalinib yuruvding-da. Yo'q, kapot sotganim yo'q. Nima sotmoqchisan shunaqa narsani qimmatga? Ha, qishloqqa sotmoqchiman. Qancha deyapti? Butun uydagilar gaplashib deysanlar. Hozir hamma pullarimni senga beraman. O'zimiz gaplashib olamiz keyin qancha turishini. Bo'ldi kapot, sen beravergan senga aytaman. Kapot, qanaqa sotib olsan shunaqa pulni? Bo'ldi, mana senga yana mamnaqa bloklardan ozgincha beraman. Ha, kapot, yana 2 ta blok berchi menga puldan. 2 ta blok yetmayotgan ekan. Bo'ldi, muammosiz. Mana senga 1 2. Kapot, mana bo'ldi senga. Yaxshi bo'ldi, bizning ishimiz mana senga aytgan narsa, so'ragancha narsa. Qishloq, rahmat senga otakon. Bo'ldi, men ketdim. Urra do'stlar, men oldim. Bu narsaga yetishdim. Men rang-barang sandiq emas do'stlar. Sandiqning ichidagi narsa. Hozir ko'rasizlar nima borligini.
И давай ochamiz, juda ham zo'r narsa do'stlar. Davay. Tayyormisizlar? Oppa do'stlar, kitob va bu kitobda koordinatlar yozilgan. -3567 67 12 45. Hozir bu yoqqa boramiz endi. Shu narsani men sotib oldim shu joyga do'stlar. Juda ham zo'r bo'ladi. Taksiga pulim yetadi. Hozir taksi chaqiraman endi men. Voy do'stlar, mana men yetib keldim bu joyga. Mana shu joy uchun butun kunimni o'tkazdim. Shuncha almaslar qazidim, qishloqdan sotib oldim shu narsani. Hamma narsa endi bo'tdi meniki. Tabriklasanglar bo'ladi. Endi bu joy menga tegishli. Qolganchilik kelsa bo'ladi do'stlar. Namuncha men xursandman. Bu qasrni men sotib oldim do'stlar. Xullas qishloqqa bilmadim qatni qo'ygan topib olganmi bu qasrni. Menga sovg'a qildi. Sovg'a qilmadi, shuncha pulga endi berdi. Men ham unga shuncha pul berdim, pulim umuman qolgani yo'q. Men mashina ham qaranglar, zo'rligini, вообще tez uchadi, lekin mashina ham kiyimimga to'g'ri kelar ekan do'stlar. Bemalol rasmga olsanglar bo'ladi endi mana bunaqa. Hammaga salom. Davay bo'ldi, tushamiz butun qasrni ko'rishga. Yarim soat, 1 soatim videoyim ketadi. Shuning uchun keyingi videoda xohlasanglar mana shu qasrni ko'rib chiqamiz yaxshilab. Xullas, mehmonga kelsanglar ham bo'ladi. Bu qasrga joylar juda ham ko'p. Koordinatlarni o'zingizlar bilasizlar qattaligini. Hamma qishloqlarni hali bu yoqqa chaqiraman. Endi bu qasr meniki to'g'ri mebel, divan, kelayotlar hamma narsani olib kelish kerak bu yoqqa. Lekin muhim emas. 17 ta blok pulim qoldi. Yetarim bilmadim, lekin bu qasr endi menga tegishli. Xo'p, bu yoqqa nima qursammikin, katta bassemmikin yoki katta kinoteatrmikin, nima deb o'ylaysizlar? Qolgan narsamni quraman. Bo'pti, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Xullas, bugun men shuncha almas topib juda ham boy bo'lib ketib, mana shunaqa katta gigantskiy qasr uy sotib oldim. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasa, hamma xayr do'stlar, sog' bo'linglar. Keyingi joyda kuzatishga davom etinglar.